G'allarol tumani Sarbozor qishlog'idan hovli joy qilaman deganlar diqqatiga. Mana shu siz ko'rib turgan katta 20 sotix hovlimiz, tayyor uy, remontdan chiqqan, yashash uchun tayyor, shoshilinch sotilmoqda. Bu yerda oshxona, bu tarafda skafesey bo'ladi. Bu tarafda 4 ta xona bor. Bu tarafda bitta xona bor. Barcha xonalar remont tayyor. Bemalol kelib yashasa bo'ladi. Uy lekin shoshilinch sotiladi. Uyning narxi $75,000. Naqd sanayman deganlarga o'tadigan, kelishtirib beradigan joyi bor. Faqat sizlardan iltimos, mana shu videoni maksimal tarqataylik. Mana shu uyda ertaroq sotishimiz kerak. Kim katta hovliga qiziqib yurgan bo'lsa, iltimos o'sha tanishlarga tashlab qo'yamiz. Keng hovli, barcha sharoitga ega, gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Faqat hovli bo'lib sotilmaydi, yaxlit 20 sotixlikda sotiladi. Murojaat uchun raqamlar ekranda qoldiraman. Mana shu videoni uy izlab yurganlarga, katta hovli izlab yurganlarga tashlab qo'yamiz.